Ushbu obyektimizga qancha material ketishini siz bilan hisoblab chiqamiz. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlar. 8,7 metrga 12,7 metr bo'lgan joyga joylashgan proyektimiz jami 4 xonadan iborat. Bular oshxona, hol va ikkita yotoqxona. Ketadigan materiallar hajmi beton shunchaki 17 kuba. Usti haqi esa 280 ming so'mdan 4 million 790 ming so'm bo'ladi. Agar siz penoblok tiklamoqchi bo'lsangiz, atiga 1400 dona penoblok ketadi. Summasi esa 12 ming so'mdan 16 million 800 ming so'm bo'ladi. Bu blok narxi mabodo g'ishdan qilsangiz 22.150 dona g'ish ketadi. Bu esa o'z-o'zidan 22 million 152 ming so'm bo'ladi.